Zara do'konidan kundalik kiysa bo'ladigan 3 ta obraz yig'amiz. Buning uchun men bir dona mana shu baza crop top futbolkani oldim. Demak, birinchi obrazimiz juda ham casual. Hozirda trenddagi kletka yubka bilan bo'ldi. Oyoq kiyimni pastki kiyim rangiga moslash bo'yni uzun ko'rsatadi deb uzundan atigi 119 mingga olgan qizil baletkamni kiyib oldim. Baletkaga silkani aktualnida qoldirdim. Ikkinchi obrazimizda esa faqat yubkani o'zgartirdim. Bu yil trend bo'lgan belga aksentli yubka bilan juda ham nejniy, jenskiy obraz bo'ldi. Lekin azizlarim, o'zi belim bu darajada chiqmasligi uchun yubkani mana bu tepa qismi belimni yanada katta qilib ko'rsatib yubordi. Bilasizmi, bu yubkani kimga tavsiya qilaman? Yelkasi keng, beli kichik qizlarga juda ham mos keladi. Uchinchi obrazimizda tepani o'zgartirdim. Mana shunday romantik bluzka va jinsi kiyib oldim. Aynan men xohlagan jinsi yo'q ekan. Ha, mayli endi. Zara sumkacham bilan bu obrazlar kundalik o'qishga, sayrga, kafelarga to'g'ri keladi. Xo'sh, sizga bunaqa format video ma'qul keldimi yoki o'sha eski ishimizni davom ettiramizmi? To есть, tipaj tahlil qilaveramizmi? Fikringizni yozib qoldiring, menga juda ham muhim.